Diqqat, O'zgidromet ogohlantirdi. 19-iyun kuni O'zbekistonda boshlanadi. Barcha fuqarolar zarurat bo'lmasa, aslo ko'chaga chiqa ko'rmang. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat, O'zgidromet 19-iyun payshanba kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Harorat kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy, Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda kuchli to'zon, chang, bo'ron bo'lishi kutilmoqda. Harorat kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo, Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda shamolning tezligi 13-18 metr/sekundgacha kuchayib, ayrim joylarda esa chang to'zonlar kuzatilishi ehtimoli bor. Harorat kunduzi 37-42 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Shamol tezligi 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi.